Bolalar onkologiyasi, gematologiyasi va immunologiyasi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi mutaxassislari Samarqand viloyatida bo'ldi. Tashrif davomida Samarqand shahar ko'p tarmoqli bolalar tibbiyot markazida davolanayotgan bemorlar ko'rikdan o'tkazilib, murakkab klinik holatlar bo'yicha konsiliumlar tashkil etildi. Shuningdek, ayrim jarrohlik amaliyotlarida ishtirok etilib, amaliy tavsiyalar berildi. Mutaxassislar bolalar onkologiyasi va gematologiyasi yo'nalishiga ixtisoslashtirilgan yangi tibbiyot muassasasi qurilishi bilan ham tanishishdi. Zamonaviy talablarga mos ravishda barpo etilayotgan mazkur markazni joriy yilning sentyabr oyida foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Bizda 35 o'rinli onkogematologiya bo'limi bor edi. Hozirgi vaqtda bizda bemorlarimiz bolalarda erta bosqichda kasalliklar aniqlanishi sababli hozirgi kunda bizning bo'limimiz 50 o'ringa mo'ljallangan bo'lim hisoblanadi. Samarqand viloyatining Payariq va Qo'shrobod hududlarida birlamchi bo'g'in hamda patronaj hamshiralar uchun o'quv seminarlari tashkil etilishi ham ko'zda tutilgan. Mazkur seminarlar tibbiyot xodimlarining bolalarda uchraydigan onkologik kasalliklar bo'yicha bilim va ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Asosiy maqsadimiz, Samarqand viloyatiga tashrifimizning asosiy maqsadi onkogematologik bemorlarni ko'rish hamda ularga tibbiy yordam berish maqsadida kelganmiz. Hozirgi tekshiruv jarayonida biz bemorlarni ko'rgan vaqtimizda 3 ta bemorni markazga yo'naltirishga yo'llanma beramiz. Chunki hozir bularga birinchi yordam ko'rsatilgan, er massalar qo'yilgan, plazmalar qo'yilgan. Ikkinchi etapda markazga borib, to'liq tekshiruvlardan o'tkazish hamda birinchi etap davo muolajalarini boshlash bilan belgilanadi. Mazkur tashriflar bolalar onkologiyasi xizmatini hududlarda rivojlantirish, mutaxassislar malakasini oshirish va bemorlarga ko'rsatilayotgan tibbiy yordam samaradorligini kuchaytirishga qaratilgan tizimli ishlarning muhim qismi hisoblanadi. Davudxon G'ulomjonov, Muhammad Ali Mamajonov, Ovoza informatsion dastur uchun.